Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va vatandoshlar, o'zimizni yurtdoshlarimiz, birodarlar va akalar, opalar. Mana bog'ning holati va sifatligi, mana mevalarni, bu silvani ko'rib yaslar, shoxlari egilgan, hosili juda baland va olmalarni mana holati ko'rishlaringiz mumkin. Mana olmalarimiz уже yiriklashib boryapti. Sifatli va sizlarga hozir shaftolini ham ko'rsataman. Unga ham dorilari sepilib borilyapti. Hozir yomg'ir boshlanib qoldi. May oyiga hozir 12-may bo'ladigan bo'lsa, dori sepgani kelgandim. Bu boqqa bir apparat sepdim, keyin to'xtatdim. Chunki yomg'ir nima bo'lgandan keyin to'xtatildi dori sepishi. Kun issiq paytlari kelib xudo xohlasa dorisini sepamiz. Shaftoliga ko'p shira kasalligi tushadi, nimalar ko'p tushadi. O'shaning uchun harakat qilyapmiz oldini olishga va toza qilishga. Qani ketdik. Mana shaftollarimiz, mana barglari yaxshi, toza. Ayrim nimalarida bor, mana ayrim nimalarida bor. Dori sepib nima qilyapmiz? Orada yomg'ir o'zgarchilik bo'lib qolyapti. Mana shaftollarimiz hosili, mana hosildorligi yaxshi. Mana tuksiz lola shaftoli, bozorbob shaftoli bu. Keyin mana bu shaftolimiz holati juda yaxshi. Ancha o'ziga kelgan. Bu vobsheta bargi to'kilib nima bo'luvdi, nobud bo'lib qoluvdi. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Mana novdalari yaxshi, mana nimalari yaxshi. Rosa qiynaldik. Chunki buni kasallikni tozalashdi, mevasini tushib ketishdi. Rosa lichina qildik. Mana holati. Mevalari juda yaxshi, mana. Mevalari rosa ko'p. Ko'p ma'lum miqdori o'zi shamolda tushib nima bo'ldi, keyin bu yog'i yiriklashdi. Mana kalibri juda katta, mana kalibri juda katta shaftoli. Mana chunki agar ko'p bo'lib qolsa besifat qoladi. Oldingi mana bu shaftollar mana bular mana bu kasallik nimasida, bular yetilmay qolgani, sifatsiz bo'lgani. Chunki biz harakat qildik buni oldini olishga. Ko'p mevalar nobud bo'lmaslikda, hosildorligi pasayib ketmaslikda nimasini harakat qilib kimyo preparatini sepdik. Va mana shaftolimiz, ya'ni bu 1 yillik shaftoli. Mana holati meva qilgan, mana mevasi. Keyin mana bu yerda ham bor ekan, mana barglarining tagida. Mana bu ham barglari to'kilib, nima bo'lib bir ahvolda edi. Gullik davrida siyraklashib nima bo'ldi. Mana shaftoli, mana holatlari, mana barglarida nimalik yo'q, toza. Toza. Mana bu shaftolimizdan yoshi mayda, mana shoxlari egilib ketgan. Hosili ko'pligidan bu ham tuksiz shaftoli, mana tuki yo'q, lekin eksport bob shaftoli. Mana kalibri yirik. Ko'pini biz olib tashladik, chunki bu kuch yetmaydi deb, yana mana bunaqangi shaftolini ayrim joylardan olib tashlaymiz. Chunki doni qotmasdan, ichki donaga qotmasdan olib tashlaymiz. Chunki siyraklashib, kalibri yirik bo'lishi kerak. Mana shaftolining holati juda yaxshi. Holati juda yaxshi. Mana silvalarimizni ko'rsalaringiz, bu bog' bir akaxonlarniki. Mana silvalar
Xalqaro deydimi, silva deydimi, shular rosa hosildorligi juda baland, ko'p ayrim nimalari to'kilib ketgan, siyraklashib, doni yeriga bo'lgan, mana shoxlari egilib ketgan даже. Mana hosili ko'pligidan shoxlari egilib ketgan. Mana tagida begona o'tlar yo'q. Mana begona o'tlarni tozalanib, mana berlanib ajoyib bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana natija, tozalangan natija, mehnat nimasi mana. Kelgan odam bir rohat qiladi, bir dam olib, bir tomosha qilib, o'tirib rohatlanadi. Keyin mana gilosimizni ham holati juda yaxshi. Mayski gilosimizda ya'ni tanasida bakteriya, rak kasalligi paydo bo'libdi. Mana уже endi boshlanibdi. Uni kuz oyida endi davolaymiz. Mana bu yerda bir dona tuyibdi. O'sha yerda bir dona mayski gilosimiz tuyibdi. Lekin holati juda barglari yaxshi. Hasharotlarni o'ldirdik. O'rgimchak va boshqa hasharotlarni. Mana shu rakka qarshi xudo xolasa lichinalarni qilamiz. Mana bu yerda qurishib boshlanadi. Mana yerda singandan keyin singan joyidan rak kasalligi paydo bo'ladi. Sindirish, nima qilish holatlarida. Keyin yana bitta narsaki, mayski gilosda namgarchilikdan ham mana shu tanasida mana shu shiraga o'xshab chiqaradigan rak kasalligi paydo bo'ladi va daraxtda o'zini nobud qiladi. O'zini nobud qiladi, daraxt hosilligi kamayib, qurib, taxta bo'lib qurib ketadi. Shuni oldini olishlikda harakatini qilamiz kuz oylaridan. Keyin buni biz qanday novdalarni, keraksiz novdalarni olib tashladik. Olib tashlaymiz. Chunki mana bu yerda mana shuni o'zi mana bu yerga yotqiziladi-da, qolganlari bizga kerak emas. Gilosni shaklini biz o'zgartirishimiz kerak. Lekin hosildorligi nimasi yaxshi. Mana bu yerda bo'lsa xurmolar mana. Xurmolar ham bor. Hozirdan shoxi egilib ketgan. Hosildorligi juda yaxshi. Ko'p mevalari mana to'kilibdi shamolga. To'kilgandan qolganlari endi qolarda, endi xudo xolasa. Buyog'i endi xudo to'lari berarda. Mana olmani holatlari. Bunga ham qoraton tushib boshlagan ekan bu yomg'irgarchilikdan. Buni ham xudo xolasa oldini olamiz. Bir ajoyib bo'ladi bu ham. Mana mevalari yirik. Mana shunaqangi sizlarda daraxtlaringiz kuzatilayotgan bo'lsa, sizlar обязательно mana shuni ularga kasalligiga harakat qilinglarki, oldini olishga. Olmayizda shunaqa narsa uchrayotgan bo'lsa, обязательно oldini olinglar. Mana bu olmada yaxshi bunaqa kasalligi yo'q. Hosilni bergan bo'lishi kerak, chunki agar shamol to'kmagan bo'lsa, shoxlari egilgan ekan. Shoxlari egilgan. Mana. Mana shu chikanka qildik. Shuni chikankasini nimasidan mana olma yirik. Bitta o'shanda kasallik bor ekan, o'sha olmada qandaydir nozikligi bor ekan, bo'lganda mana hosili yaxshi. Shamol ko'p to'kkan sababli hosili kam qolibdi. Bu yerda qattiq shamol bo'ladi. Aziz obunachilar, mana bog'da holati. Salomat bo'linglar, tashakkur.